Pullarni olib ketdim. Ochay bagajing. Ikkita bora bilan menga siqishmoqchisiz, siqishirsanmi dedingmi? Bugun ijtimoiy tarmoqlar shunday ko'rinishga keldiki, unda ikkiyuzlamachilik odatiy holga aylanib ulgurdi. Xususan kuni kecha o'zini taqvodor qilib ko'rsatib yuradigan ba'zi bir hojaka blogerlar bir taksi haydovchisiga tuhmat uyushtirib, kuchlatishgan hamda transport vositasiga zarar yetkazishgan. Voqea aslida qanday bo'lgan edi? Taksi haydovchisi yo'lovchidan bolasining o'rindiqlarga tepmasligini so'ragan, lekin yo'lovchi pulini to'lab qo'yganini, farzandi ko'ngli tusagan ishni qilishi mumkinligini aytgan. Haydovchi esa undan tushib ketishini so'ragan. Yo'lovchi tushib ketmasdan shallaqlik qilishni boshlagan hamda o'zining singillariga, yog'ay ukalariga qo'ng'iroq qilgan. Qahramon ukalar esa tezda yetib kelib, opasiga shilqimlik qilgan iddaosida haydovchiga kuch ishlatishgan va buni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilishgan. Hammasi taqvodor blogerlarning foydasiga hal bo'layotgan bir paytda haydovchining qo'ldagi videolar voqealar rivojini tamoman teskari tomonga o'zgartirib yubordi. Shuni yana ta'kidlagan bo'lar edimki, sizga tuhmat bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda o'zingizni ehtiyot qilib, haqiqatni tasvirga olib qo'ying. Taqvodor blogerlarga esa aytar gapim shu: yo ko'ringaningiz kabi bo'ling, yo bo'lganingiz kabi ko'rining. Fikrlarimni esa o'sha taqvodor blogerlarning so'zlari bilan yakunlayman. Shariat harom qilgan amalni falonchi ilmli ekan bo'ladi dedi deysizmi? Shariat Qur'on va sunnatga qaraydi. Falonchi akalaringizni fikriga emas. Hisob. Ana endi hisob.